Başladım. Assalomu alaykum, hurmatli janob. Men biznes rivojlantirish banki Hamkorlik xizmatlari markazi rahbari akamiz Bilarovman. Bizneslarni ixtisosimizdan maqsad tadbirkorlarni muammolarini bilgan holda bank murojaatlarini berib chiqib, kredit ajratish, ish joyini yaratish masalasida ixtisoslashtiribmiz. Birinchi mijozimiz Klichuk Jasurbek Olimjo'yevich ekan. Siz nima maqsadda kredit olish uchun murojaat etganingiz? Nima maqsadda? Chorvachilik. Mahallalardan chorvachilik. 35 million kredit ajratadi. O'zingiz aytasizmi? Ha. Bo'ldi, ariza bilan murojaat etasiz, qonunga tushunasiz. Boshqa muammo yo'qmi? Yo'q. Rahmat. Keyingi murojaatchimiz Nurmulla Sohiba. Assalomu alaykum. Men Shirin mahallasidan Nurmulla Sohiba. Mahallalar loyihasi bo'yicha kredit bilan murojaat etdim. 50 million chorvachilik loyihasida qaramol sotib olasizlar, to'g'rimi? Sen o'zingiz xizmat etasiz. Bo'ldi, ariza bilan murojaat eting. Boshqa muammongiz bo'lsa, rahmat. Keyingi murojaatchimiz Ro'zmatov Munisbek. Men Shirin mahalladan Ro'zmatov Munis. Sen mahalla loyihasida so'rasasizda 20 million so'm chorvachilik kredit so'rayapsiz. Ha, o'zim bilmayman. Ariza bilan murojaat etdingizmi? Ha. Boshqa muammo yo'q. Yo'q. Biz arizamizni berib chiqamiz. Belgilangan muddatda kreditni ajratib beramiz. Rahmat, hurmatli tadbirkorlar.